Ko'rayotganingiz har bir musulmon qalbida orzu qilib yashaydigan muqaddas safar. Ka'bani ilk bor ko'rish umidi yurakni titratadi, ko'zni yoshga to'ldiradi. Alloh seni bu ulug' safarga loyiq ko'rgani bu eng buyuk ne'matdir. Bu lahzada qalb faqat shukrni his qiladi. Muqaddas maskanga yaqinlashgan sari inson o'zini kichik ekanligini, Allohning buyukligi va cheksizligini his qila boshlaydi. Qalbda qo'rquv emas, xotirjamlik, vahima emas, sukunat paydo bo'lishni boshlaydi. Har bir ziyoratchi bu yerga kechirilish uchun, qalbi poklash uchun, Allohga yanada yaqinlashish uchungina keladi. Bu safardan keyin har bir insonda hayotni boshqacha boshlash istagi paydo bo'ladi. Bu qalbning qayta tug'ilishidir. Sizda ham bu muqaddas manzillarda bo'lishlik, bu lahzalarni his qilishlik istagi bo'lsa, hoziroq shu raqamlar orqali ro'yxatdan o'ting va o'z sharafli joyingizni band qiling.